Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim masalani tushuntiraman. Kommunal to'lov bekor qilindi degan xabar nimani anglatadi? Kimlar bunga kiradi? Kimlar esa adashib qolmasligi kerak? Bu mavzu har bir xonadon, har bir oila, har bir pensioner, har bir ijarada yashayotgan inson va har bir tadbirkorga tegishli. Chunki elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, uy-joy xizmatlari bo'yicha noto'g'ri tushuncha bo'lsa, odam yo ortiqcha pul to'lab qo'yadi, yo qarzdor bo'lib qoladi, yo vaqtida ariza bermagani uchun imtiyozdan foydalana olmaydi. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men bu yerda gapni aylantirmay, oddiy xalq tushunadigan tilda huquqiy va amaliy tomondan tushuntirib beraman. Avvalo eng muhim narsani aniq aytib olay. Kommunal to'lov bekor qilindi degan gapni hamma kommunal xizmatlar endi bepul bo'ldi deb tushunmaslik kerak. Bunday xabarlar ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvli sarlavha bilan tarqaladi. Aslida esa gap odatda ma'lum bir toifadagi fuqarolar uchun imtiyoz, kompensatsiya, subsidiya, noto'g'ri hisoblangan qarzdorlikni bekor qilish, penya yoki jarimani to'xtatish, ayrim hududlarda vaqtincha undirilmaydigan to'lovlar yoki prezident topshirig'i asosida aholining og'ir ahvolini yengillashtirish choralari haqida bo'ladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p odam kommunal xizmatdan foydalanadi, lekin hisob-kitob qanday yuritilayotganini to'liq bilmaydi. Masalan, elektr hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida kiritmasa, tizim o'rtacha iste'mol bo'yicha hisoblab yuboradi. Gaz bo'yicha eski qarzdorlik chiqib qoladi. Suv hisoblagichi plombasi bo'lmasa, normativ bo'yicha yoziladi. Chiqindi to'lovi ro'yxatda turgan odamlar soniga qarab hisoblanadi, lekin uyda aslida kam odam yashayotgan bo'lishi mumkin. Natijada oddiy fuqaro men buncha ishlatmaganman-ku deb hayron bo'ladi. Endi nima o'zgardi? So'nggi yillarda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari, ijtimoiy reyestr orqali yordam berish, kam ta'minlangan oilalarga kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiya ajratish, ayrim noto'g'ri qarzdorliklarni qayta ko'rib chiqish, xizmat ko'rsatilmagan holatda pul undirmaslik bo'yicha qat'iy talablar kuchaydi. Prezident topshiriqlari va hukumat qarorlari asosida mahallalarda, hokimliklarda, kommunal tashkilotlarda fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish tartibi ancha jiddiylashdi. Lekin yana bir bor ta'kidlayman. Bu hamma odam elektr, gaz, suv uchun umuman pul to'lamaydi degani emas. Kommunal xizmatlar mavjud. Ulardan foydalaniladi, tizim ishlaydi. Shuning uchun odatiy iste'mol uchun to'lov saqlanadi. Bekor qilinadigan narsa esa aniq holatga bog'liq, noqonuniy hisob-kitob, asossiz qarzdorlik, xizmat ko'rsatilmagan oy uchun yozilgan pul, noto'g'ri tarif yoki ijtimoiy yordam doirasidagi kompensatsiya bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida birinchi navbatda sizga quyidagi fikrni aytaman. Har bir kommunal to'lov bo'yicha 3 ta savol bor. Birinchisi, xizmat haqiqatan ko'rsatilganmi? Ikkinchisi, hisob-kitob to'g'ri qilinganmi? Uchinchisi, siz imtiyoz yoki kompensatsiyaga haqlimisiz? Mana shu 3 savolga javob topsangiz siz aldanmaysiz. Ortiqcha pul to'lamaysiz va kerakli yordamni olasiz. Masalan, elektr energiyasi bo'yicha olaylik. Sizning xonadoningizda hisoblagich bor. Oy boshida ko'rsatkich 12500 kilovat, oy oxirida 12700 kilovat bo'lsa, farq 2000 kilovat. To'lov aynan shu 2000 kilovat bo'yicha chiqishi kerak. Agar sizga 400 kilovat yozilgan bo'lsa, demak savol bor. Tizim noto'g'ri o'qiganmi? Oldingi oyda kiritilmagan farq qo'shilganmi? Yoki kimdir hisoblagich ko'rsatkichini noto'g'ri kiritganmi? Bunday paytda to'lab yuboraveray demang. Avval shaxsiy kabinetingizdan, mobil ilovadan, tuman elektr tarmoqlari bo'limidan aniqlik kiriting. Ikkinchi misol, gaz. Ko'p xonadonlarda qishda gaz iste'moli oshadi. Ayniqsa isitish qozoni bo'lsa, oylik sarf kattacha chiqishi tabiiy. Lekin ba'zida gaz bosimi past bo'lgan, xonadon gazdan to'liq foydalana olmagan. Ammo normativ bo'yicha yuqori summa yozilgan holatlar bo'ladi. Agar hisoblagich ishlayotgan bo'lsa, to'lov ko'rsatkich bo'yicha bo'lishi kerak. Agar hisoblagich nosoz deb topilsa, qachondan nosoz bo'lgani, dalolatnoma bor yo'qligi, plombasi buzilgan-buzilmagani tekshiriladi. Fuqaroga asossiz ravishda katta qarz yozib qo'yish mumkin emas. Agar sizga birdaniga 2 million yoki 5 million so'm qarzdorlik chiqib qolsa, darhol yozma murojaat qiling. Uchinchi misol, ichimlik suvi. Bir uyda 5 kishi ro'yxatda turadi, lekin aslida 2 kishi yashaydi. Hisoblagich bo'lmasa, suv to'lovi ro'yxatdagi yoki belgilangan me'yor bo'yicha hisoblanishi mumkin. Shuning uchun odamlar men suv ishlatmayapman, lekin pul chiqyapti deb shikoyat qiladi.
Bu yerda yechim ikki xil. Yoki hisoblagich o'rnating, yoki yashovchilar soni ro'yxat vaqtincha boshqa joyda yashash holati bo'yicha tegishli hujjatlarni taqdim eting. Shunchaki og'zaki biz u yerda yashamaymiz deyish ko'pincha yetarli bo'lmaydi. 4-misol, chiqindi to'lovi. Bu eng ko'p bahsli yo'nalishlardan biri. Ko'p joyda chiqindi to'lovi uyda ro'yxatda turgan odam soniga qarab hisoblanadi. Farzandingiz chet elda o'qiydi. Bir oila a'zongiz boshqa viloyatda ishlaydi, lekin ro'yxatdan chiqmagan bo'lsa, tizim uni ham hisobga olishi mumkin. Bunda siz tegishli tashkilotga murojaat qilib, vaqtincha yashamayotganini tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsatishingiz kerak. Masalan, talabalik ma'lumotnomasi, mehnat shartnomasi, boshqa manzilda vaqtincha ro'yxatdan o'tganligi, chet elga chiqib ketganini tasdiqlovchi ma'lumotlar yordam beradi. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz yashovchi keksalar, ko'p bolali oilalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilganlar. Chunki aynan shu toifadagi fuqarolar turli kompensatsiya, yordam yoki imtiyozlardan foydalanishi mumkin. Lekin imtiyoz avtomatik qo'llanmay qoladigan holatlar ham bor. Masalan, sizning oilangiz ijtimoiy reyestrda bor, ammo kommunal tashkilot bazasida ma'lumot yangilanmagan yoki xonadon egasi boshqa odam nomida, siz esa u yerda yashaysiz. Shunda tizim sizni tanimaydi. Shuning uchun hujjatlarni moslashtirish kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz kommunal to'lovlaringizni muntazam to'layotgan bo'lsangiz, hisoblagichlar so'z bo'lsa, ko'rsatkichlar mos bo'lsa, qarzdorlik chiqmasa va siz imtiyoz toifasiga kirmasangiz, siz uchun katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir shaxsiy hisob raqamingizni tekshirib turish kerak. Chunki xatolik har doim bo'lishi mumkin. Men ko'p ko'rganman. Odam 3 yil to'lab keladi. Bir kuni tizimda eski qarz chiqadi. Keyin aniqlansa oldingi egadan qolgan qarz ekan. Yoki uy sotilgan, lekin kommunal hisob raqami yangi egaga to'liq o'tkazilmagan. Yana bir hayotiy vaziyat. Fuqaro yangi kvartira sotib oldi. Notariusdan o'tdi, kadastr tayyor, lekin elektr, gaz, suv tashkilotlariga borib shaxsiy hisobni o'z nomiga rasmiylashtirmadi. Oradan 6 oy o'tdi, eski egasining qarzi chiqdi. Yangi ega men sotib olganimdan keyingi davr uchun to'layman, oldingisiga javob bermayman deydi. Bu to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin buni hujjat bilan isbotlash kerak. Oldi-sotdi shartnomasi, topshirish qabul qilish dalolatnomasi. Hisoblagich ko'rsatkichi, kadastr hujjati. Agar uy olayotganda hisoblagich ko'rsatkichlarini yozib olmagan bo'lsangiz, keyin bahs qilish qiyinlashadi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq prezident buyrug'i bo'ldi. Endi to'lamasangiz ham bo'ladi degan gaplarga ishonib, umuman to'lovni to'xtatib qo'yish. Bu juda xavfli. Agar sizga rasmiy qaror, farmon, hukumat qarori, hokimlik qarori yoki kommunal tashkilotning yozma xabarnomasi ko'rsatilmagan bo'lsa, faqat Telegramdagi rasm yoki ovozli xabarga ishonmang. Kommunal qarz yig'ilsa keyin penga ogohlantirish, tarmoqdan uzish, sud orqali undirish kabi oqibatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun har qanday imtiyozning rasmiy asosini so'rang. Ikkinchi tuzoq, imtiyoz faqat bir xonadonga qo'llanishi mumkin. Masalan, bir pensioner 2 joyda ro'yxatda turishi yoki bir nechta mulkka ega bo'lishi mumkin. Ayrim yordamlar faqat doimiy yashash manzili bo'yicha beriladi. Agar siz mening nomimda uy bor, yana bolamning uyida yashayman desangiz, qaysi manzil bo'yicha kommunal kompensatsiya olish mumkinligini aniqlashtirish kerak. Aks holda arizangiz rad etilishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, subsidiya bilan to'lovni bekor qilish bir xil narsa emas. Subsidiya degani davlat sizning nomingizdan ma'lum miqdorni qoplab beradi yoki sizga pul ajratadi. Masalan, sizning oylik kommunal xarajatingiz 600 ming so'm bo'lsa, davlat ijtimoiy mezonlarga qarab 200 ming so'mini qoplashi mumkin. Bu qolgan 400 ming so'mni to'lamaysiz degani emas. Agar kompensatsiya 200 ming bo'lsa, undan oshgan iste'mol uchun baribir o'zingiz to'laysiz. 4-chi nozik jihat, limit va me'yorlar. Ayrim yordamlar faqat belgilangan me'yor doirasida amal qiladi. Masalan, elektr yoki gazdan o'ta ko'p foydalansangiz, imtiyoz faqat ma'lum qismiga qo'llanishi, qolgan qismi umumiy tarifda hisoblanishi mumkin. Shuning uchun imtiyozim bor deb qishda eshik darazani ochiq qoldirib, isitish qozonini to'xtatmasdan ishlatish to'g'ri emas. Kommunal tejamkorlik baribir kerak. Imtiyoz yordam beradi, lekin nazoratsiz iste'molni to'liq yopmaydi. 5-chi jihat, noqonuniy ulanishlar. Ba'zi odamlar endi tekshirib bo'lmaydi, qarzlar bekor qilinadi deb elektr yoki gazga noqonuniy ulanib oladi. Bu juda katta xato.
noqonuniy ulanish aniqlansa qayta hisob-kitob, jarima, zarar undirish va hatto og'ir holatlarda jinoiy javobgarlik masalasi ham ko'tarilishi mumkin. Prezident topshiriqlari aholini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Lekin bu tartibni buzganlarga ruxsat berildi degani emas. 6-jihat, xizmat ko'rsatilmagan holat. Masalan, ko'p qavatli uyda issiq suv umuman kelmagan, lekin issiq suv uchun to'lov yozilgan. Yoki isitish mavsumida radiatorlar sovuq bo'lgan, ammo to'lov to'liq hisoblangan. Bunday holatda sizning huquqingiz bor. Xizmat sifatini tekshirtirish, dalolatnoma tuzdirish, qayta hisob-kitob talab qilish. Lekin buning uchun vaqtida murojaat qilish juda muhim. 3 oy o'tib o'sha paytda sovuq edi desangiz isbotlash qiyin bo'ladi. O'sha kunning o'zida boshqaruv kompaniyasiga, issiqlik ta'minoti tashkilotiga yoki uy-joy xizmatiga yozma murojaat qiling. Qo'shnilar guvohligi bilan dalolatnoma tuzing. Imkon bo'lsa, foto va video saqlang. 7-jihat, ijarachilar. Agar siz ijarada yashasangiz, kommunal to'lov kimning zimmasida ekani ijara shartnomasida aniq yozilishi kerak. Ko'p kelishmovchilik shundan chiqadi. Uy egasi kommunalni ijarachi to'laydi deydi. Ijarachi men faqat ijara pulini berdim deydi. Agar siz ijarachi bo'lsangiz, har oy to'lov cheklarini saqlang. Agar uy egasi bo'lsangiz, shartnomada elektr, gaz, suv, internet chiqindi, umumiy foydalanish xarajatlari kim tomonidan va qachon to'lanishi ko'rsatilgan bo'lsin. Aks holda qarz oqibat mulk egasining nomida turadi. 8-jihat, eski qarzdorliklar. Ba'zi qarzlar haqiqatdan ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, hisoblagich almashtirilganda noto'g'ri ko'rsatkich kiritilgan. 2 marta hisoblangan, oldingi davr uchun asosiy summa yozilgan, marhum odam nomiga to'lov davom etgan, uy buzilgan bo'lsa ham xizmat haqi hisoblangan. Bunday holatlarda bekor qilish degani aynan asossiz qarzdorlikni chiqarib tashlash bo'lishi mumkin. Lekin haqiqiy ishlatilgan elektr, gaz, suv uchun qarz odatda bekor qilinmaydi. 9-jihat. Og'zaki va'da bilan yozma hujjatning farqi. Kommunal idoraga borganingizda xodim bo'ladi. Ko'rib chiqamiz, xavotir olmang deyishi mumkin. Lekin sizda kirim raqami bilan ro'yxatdan o'tgan ariza bo'lmasa, keyin isbotlash qiyin. Har doim yozma ariza bering. Arizangizning nusxasiga qabul qilingan sana, mas'ul xodim imzosi yoki elektron murojaat raqamini oling. Bu oddiy narsa, lekin juda ko'p muammolarni hal qiladi. Endi men sizga aniq harakatlar rejasini beraman. 1-qadam. Barcha kommunal xizmatlar bo'yicha shaxsiy hisob raqamlaringizni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, uy-joy xizmatlari bo'yicha alohida hisoblar bo'lishi mumkin. Mobil ilovalar, rasmiy saytlar, to'lov tizimlari yoki tuman bo'limlari orqali qarzdorlikni ko'ring. Faqat umumiy summa bilan cheklanib qolmang. Davrlar bo'yicha ko'ring. Qaysi oyda qancha yozilgan, qaysi oyda qancha to'langan. 2-qadam. Hisoblash ko'rsatkichlarini suratga oling. Elektr, gaz, suv hisoblagichlarining hozirgi ko'rsatkichni aniq rasmga tushiring. Rasmda sana saqlansa yaxshi. Har oy bir kunda, masalan oyning 25 kuni ko'rsatkichni yozib boring. Oddiy daftar tuting yoki telefoningizda jadval oching. Masalan, yanvar 12.500, fevral 12.750, mart 12.000. Shunda biror bahs chiqsa sizda dalil bo'ladi. 3-qadam, agar qarzdorlik katta yoki tushunarsiz bo'lsa, darhol yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin. Mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha sharhlagan qarzdorlikni davrlar kesimda tekshirib berishingizni, hisob-kitob asoslarini taqdim etishingizni, noto'g'ri hisoblangan summa bo'lsa qayta hisob-kitob qilishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, kadastr yoki ijara shartnomasi nusxasi, to'lov cheklari, hisoblagich rasmi oldingi murojaatlar nusxasini qo'shing. 4-qadam. Agar siz ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lsangiz, mahallaga boring. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim orqali oilangizning holatini aniqlashtiring. Ijtimoiy himoya yagona reyestrga kiritilish masalasini so'rang. Kerak bo'ladigan hujjatlar odatda shular: pasport yoki ID karta, oila a'zolari haqida ma'lumot, daromadlar to'g'risida ma'lumot, nogironlik guvohnomasi bo'lsa nusxasi, pensionerlik hujjati, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari. Kommunal hisob raqamlari. Har bir hududda tartib biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun mahalladagi mas'uldan aniq ro'yxatni oling. 5-qadam, xizmat sifati yomon bo'lsa, dalolatnoma tuzdiring. Masalan, isitish ishlamayapti. Suv bosimi juda past, gaz umuman kelmayapti, chiqindi olib ketilmayapti. Bunday vaziyatda faqat telefon qilib shikoyat qilish yetarli emas. Boshqaruv kompaniyasi, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot yoki mahalla vakillari ishtirokida dalolatnoma tuzing.
Unda sana vaqt, manzil, muammo mazmuni, guvohlar yozilsin. Keyin shu davlatnoma asosida qayta hisob-kitob talab qilish osonroq bo'ladi. 6-qadam, to'lov cheklarini kamida 3 yil saqlang. Ko'pchilik telefonimda bor-ku deydi. Lekin telefon almashadi, ilova o'chadi, SMS yo'qoladi. Muhim to'lovlarni PDF qilib saqlang, screenshot oling, alohida papkaga joylang. Ayniqsa katta summa to'lagan bo'lsangiz, bank chekini yo'qotmang. Chunki ba'zida to'lov tizimda aks etmay qoladi yoki boshqa hisobga tushib ketadi. 7-qadam, uy sotib olayotganda kommunal qarzlarni albatta tekshiring. Notariusga borishdan oldin sotuvchidan elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik bo'yicha qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot oling. Hisoblagich ko'rsatkichlarni oldi-sotdi kuni suratga oling. Shartnomaga yoki alohida dalolatnomaga ko'rsatkichlarni yozib qo'ying. Masalan, elektr 1500-2000 kilovat, gaz 2-3 kub, suv 4-1 kub. Shunda keyin kim qaysi davr uchun javob berishi aniq bo'ladi. 8-qadam. Agar sizga to'lov bekor qilindi degan xabar kelsa, manbani tekshiring. Rasmiy manbalar. Prezidentning rasmiy sayti, hukumat portali, vazirlik va agentliklarning rasmiy sayfalari, hokimlik axborot xizmati, kommunal tashkilotlarning rasmiy kanallari. Agar xabar faqat noma'lum Telegram kanalida bo'lsa, unda ehtiyot bo'ling. Xabar ostida qaror raqami, sanasi kimlarga taalluqli ekani, qaysi hududda amal qilishi bo'lmasa, bu xabarni haqiqat deb qabul qilmang. 9-qadam, rad javobi olsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Masalan, tuman bo'limi muammoni hal qilmasa, viloyat boshqarmasiga. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga, hokimlikka, virtual qabulxonaga yoki tegishli vazirlikka murojaat qilish mumkin. Murojaatda hissiyot emas, fakt bo'lsin, sana, summa, hisob raqami, kimga murojaat qilganingiz, qanday javob olganingiz, nima talab qilayotganingiz. Shunda arzangiz jiddiy ko'rib chiqiladi. 10-qadam, oilangizdagi keksalarga tushuntiring. Ko'p firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Kommunal qarzingiz bekor bo'ladi. Kartangiz raqamini ayting. Prezident yordam puli tushadi, SMS kodni bering. Imtiyoz rasmiylashtirib beramiz, oldindan pul to'lang degan gaplar bilan aldashadi. Hech qachon SMS kodni bermang. Bank karta ma'lumotlarini aytmang. Imtiyoz rasmiylashtirish uchun begona odamga pul bermang. Faqat rasmiy idora, mahalla yoki davlat xizmatlari orqali ish qiling. Men yana bir muhim narsani aytaman. Kommunal to'lovlar bo'yicha adolat talab qilish uchun albatta huquqshunos bo'lish shart emas. Sizdan talab qilinadigan narsa tartib, dalil va yozma murojaat. Hisoblagich ko'rsatkichini yozib boring, cheklarni saqlang. Tushunarsiz summa chiqsa so'rang. Og'zaki gapga ishonib qolmang. Agar imtiyozga haqli bo'lsangiz, uyalmang, yordam so'rang. Davlat tomonidan berilgan yordamdan foydalanish uyat emas. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Demak, kommunal to'lov bekor qilindi degan xabarni to'g'ri tushunish kerak. Bu hamma uchun barcha xizmatlar bepul bo'ldi degani emas. Gap asossiz qarzdorlik, noto'g'ri hisob-kitob, xizmat ko'rsatilmagan holat. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga kompensatsiya yoki ayrim toifadagi fuqarolar uchun imtiyoz haqida bo'lishi mumkin. Eng muhimi, har bir holatda rasmiy hujjat, aniq toifa, aniq muddat va aniq tartib bo'ladi. Siz hoziroq o'zingizning kommunal hisoblaringizni tekshiring. Qarzdorlik bo'lsa sababini aniqlang. Imtiyozga haqli bo'lsangiz mahallaga yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. Agar sizda shunday muammo bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi kommunal xizmat bo'yicha qancha summa chiqqan, qanday hal qilgansiz? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumot bir kun kelib sizning pulingizni, vaqtingizni va asabingizni saqlab qolishi mumkin.